ichidan ishqasan. Bunchalar ham sen uchun, sen uchun go'zalim. Bag'ishlayin chiroyli samimiy niyatlarni yo'llab o'tasizlar. Qani kelgansizlar, otayim onalarimiz kelguvchi xatar. Otayim onalarimizga yilgan she'riyatlar. Farzand gapning sarasi. Otay birla onangni ranjitma. Ular gapirganda kelma qoshinglar. Oltin bo'lsin desang olgan qoshinglar. Har doim huzurida yengil boshinglar. Ota qadrini bilursan. Vaqt o'tmasa. Vaqt o'tmasin so'ng pushaymon bo'lursan. Otang birla onangni ranjitma hech. Goh bo'lsa ham omadim. Men omaddan kulmadim. Chin do'st bormi bilmadim. Otajonim qaylasiz. Qismat ekan qismat dedim. Dard boshimga boshim qo'ydim. Endi kimni ota dedim. Otajonim qaylasiz. Tongda tursam bo'lam degan. U qismatdir qaydan degan. Haramimni alam yegan. Otajonim qaylasiz. Azizlar, do'stlar, bu dunyoda ota-yu onalarimizdan umr yoshlarini uzoq, tanajonlarini sog', oldin boshlarini omon qilasan. Kim o'z ota-yu onalarini sevib, hurmat qilsalar, davramizga kelayotgan, aziz bo'lgan ota-yu onalarimizga bitta chiroyli, yo'lroz qarsanglar, qarsizlatib ursaysan. Dadajonlarimiz, oyijonlarimiz, angiraslar davramizga. Abdumo'min akamiz bormi davramizda? Dilshod aka o'sha davramizga kelasizlar. Bugungi davramizda chiroyli ezguniyatlar sizlardan tinglab qolsak. Qani kelingizlar.
Bo'lasizlar. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Qani keling azizlar, bugun mana shu to'yxonamizga barchamiz chiroyli yuzguniyatlar bilan tashrif buyurganmiz. To'y egalari rahmat Shoh Mirzo. Sen muzikani o'chirmasang, men yerda Yusufjonning saqchilari Adam Umidin siyaqli birin-ketin birini o'tyapti. Do'stlariga qarasam, az cho'ta do'stlar 2 o'rnak kelgan oldimi? Молодец. Qani keling, mana shu kechamizda do'stlar kichkina kutib turamiz-ya. To'y Do'stlar, Alloh saqchi. Mana bu farzandlar to'y ekan. Vaqtlarni olsin. Hali shu farzandlarga yaxshi bo'ladi. Vaqtlarni to'pashga bo'lsin. Hali shuni o'ylab yuraverik. Do'stlar, to'polsin. Biz sağlık farzand, katta farzand bo'lsin, o'shaversin. Biz saqchilar. Shu tarafdan. Bolalarda bormi yana yaxshi niyatli yo'lgalar? Kim? Bo'ldi. Nega so'z berishing rahmat. Yusuf do'stlar, Alloh saqchi hizmat to'sin. Biz yaxshiliklar bo'laversin, xudo xolasa. Endi hozir ular to'ylarda qatnashib o'sha aytgan niyatlarga qo'shamiz. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Chiroyli yuzguniyat endi Qutlu bo'lsin. Farzandlarimiz ellagan yurtlar, xizmat qiladigan saniq sarihat farzandlarga navob etsin. Shularni qisqacharoq o'qiyamiz. salomat bo'linglar. Taklif etsak degan niyatlarimiz bor. Marhamat, Shavkatjon aka. Navbat yana bir bor sizda. Вот операторы. Mana shu nevaralarimiz, qarajonimiz, ko'p eshitib shuni
yaşlarını sızıp Allah'ın bergen yaşını yaşap, şunu yıldan yıla 70, 80, 90 yaşlarını oynab yuraverik. Qo'shaloq bayram bo'lsa qo'y egistuvat deydimi? Bugun mana 1-may respublikamizning xalqlar do'stligi birligi kuni ekan. Avvallari shu 1-may bayramini hammamiz chiqib paradda mana pochta nishonlar edik. Ana shu bayram ayniqsa mana o'sha yerda o'tirgan qanchalik desam bo'ladi 50 kun yuqorilar bayram qutlu bo'lsin. Biz действительно shuni bayram qilaylik, to'g'rimi? Bir esdalik. O'shunday kunga to'g'rilab mana xudolar bilan yursin. Mo'min aka bilan Gulchehra shu to'yni belgilagan ekan. To'y ustiga to'y, bayram ustiga bayram bo'lyapti. Qutlug' bo'lsin. Qo'shaloq bayram sizlar bilaringizda. Mo'min aka 60 yoshni bo'yi sindiribsiz mana ki. Endi 70 ga qadam qo'yib ketyapsiz. Xudo xolasa 70 ga yeting, 80 ga yeting, 90, 100 larga kam Gulchehra bilan qo'sha qaring. O'shunday to'ylarga mashg'ul yuraver, Xudo xolasa. Mana Yusuf bilan Hilola qo'sha qarasin, farzandlari baxtli bo'lsin. Buni Yusuf birinchi marta katta elga osh berib, Salihni musulmon qilib, mana elga osh berib, Rasmxonga yozib o'tiribsiz. Qutlu bo'lsin. Va yoshlar o'saversin, yana katta to'ylarda uchrashaversin. Xudochiligimiz yo'q bo'lsin. Endi yo'q, men hali bo'lmadim. Yusuf, tabriklaymiz, xudo xolasa yerlar sahosini chaqab bo'lsin, sog'lig'idan ushtularda, nasib qilsin, xudo xolasa to'y ko'rmaydi, to'y bo'lsin, xudo xolasa. Nimaga umr yoshi uzoq bo'lsin. Sabr-omon, Alloh huzurida tanimiz sog' bo'lsin. Vaqtimizda oshqo ozoq yerimiz omon bo'lib, yuzlarni nasib qilsin, xudo xolasa. Aylanib qadriga kelamiz birga yoningdan ketgim kelmas jonlaring joyingda sen tengi yo'q. Конина. Казан кабаб без конины. Очень вкусный. Mo'min akamiz Yusufning quvonchiga sherik bo'lib tashkil bergan Shuhrat amakilarimiz bormi? Elmurod tog'alarimiz, Fotima. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Xo'sh keldingizlar, kollektiv o'shan ko'rishlar. Mana bugungi kechimizda keremetli to'yimizda shaxsiy niyatimni og'amizdan tinglasam degan niyatimiz bor. Mo'min, mo'min degan zati. Mo'min kelsin.
Assalomu alaykum. Hurmatli O'zto'y jinoyatchilar. Bugun esa quvonchli kun. Muomala da'vat so'rovati. Bugun sudya to'y. Qutlug' bo'lsin. Birinchi aytadim, sizlarga baxt tilayman. Birinchi tezroq nuqta bo'lsin deb xohladim. Biz o'rnida Osmonday to'y berimizga jo'g'isi bo'lsin. Xudo xolasa o'sha o'tirib qolib. Berimiz omon bo'laylik, xudo xolasa. Tek yaxshilikda, quvonchda kezdesak, boy quvvatli bo'lamiz. Assalomu alaykum. Ay bereketler. Конверт. Ey canım hemşire. Самый лучший подарок. Hemşire asmanız. İyi sözünüz kıma, sözünüz kıma. Nevaramizning sunnat bo'lganidan qutlayman. Shu bilan birga yana shu xonadan safar mo'minjon 60 yoshga to'g'risiz 60 yoshingiz muborak bo'lsin. Umringiz yanada bo'lsin. Qanday orzu-niyatlar bo'lsa barchasi ro'yobga chiqsin. Mana shu chiqayotganimiz bilan o'sha tana har doim oilangiz bilan birga Alloh panohida bo'lsin. El-yurt atrofida, e'zozida, ehtiromida bo'lib yuraver. Barcha yaxshi niyatlar sizga bo'lsin.
Tani sağ olsun. Diğerlerine bakıyorum. Bakımlarımıza izaflarına olmasın. Bakımlarına hatalarına olmasın. Bu sahneyi koşmak. Allah'ın bırakasına ayaklarını niyet etti. Bırakasına sürekli bırakasına üniversitelerden tanımsına başka sözler gözlerimiz. Başkanımız korkmasın. Ama niyet, sağlık niyetlerini geçelim. Her daim hoşta koylar olmalı. Sizin baklarına atamalarına olmalı. Rahmet ediniz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Endi tinladi. Mana xudo xolasa mana bu endi shifqatda Yusuflar, Xudoyqullar, avlodlar, katta avlodlar. Mana mamlaka xudo xolasa qo'shingarchiligimiz qancha yildan beri yaxshi qo'shinimiz xudo xolasa dinimiz sog' bo'lsin, umr yoshimiz uzoq bo'lsin. Bizda qanday bo'lsa, burigini ham shunday qo'shin bo'lsin. Endi sana kelsak anam xudo xolasa mana bu yaxshi ash bergan yerga oshing juda ne deymiz mana har doim o'shanda yaxshilikda bo'laylik xudo xolasa. O'stirayotgan balan Turkistonning prezidenti bo'lmasa ham borku, xudo xolasa kelajagi o'sha Turkistonning hakimi bo'lsin, xudo xolasa. Inshaalloh borku. Dinlarimiz sog' bo'lsin. Iloyim Allohdan sizlarga ko'z yemasin, yaxshi niyatlar tilayman. Rahmat.